Men bugun Toshkentdaman, ya'ni issiq ko'ksi yaxshi ko'raman va issiq ko'ksi yeyishga keldim. Va bu joyda shunaqa pigudi bor. Qarang. Shunaqa bilmadim, negadir yaxshi ko'raman shuni, qarang. Siz yaxshi ko'rasizmi? Issiq ko'ksi ichaman men doimo. Oldin ichmas edim, yaqindan boshlab ichishni boshladim. Ya'ni ko'ramiz buning ta'mi qanaqa ekan. Mazali ekan. Birinchi marta tarmoqli marketingga 2017-yil kirib kelganman. Birinchi kompaniyam Herbalife kompaniyasi bo'lgan. Aktivniy Voltim Get statusini ochib olganman. Mendan tashqari 33 ta ofisim bo'lgan. Hamma o'ylaydi, Nargiz Umurbekovna gapiradigan qizlar shuning uchun unda biznes o'xshagan deb. Yo'q, boshida menda ham o'xshamagan, o'zimga nisbatan ishonchim bo'lmagan, o'xsharmikan, o'xshamasmikan deb va birinchi boshlang'ich pulim bo'lmagan. 3 ta odamdan qarz olib kirganman. Ya'ni biznes o'zi shunday boshlanadi, bilmadim, yo'q, endi men targ'ibot qilayotganim yo'q, qarz oling deb, lekin bu menda biznes boshlagan vaqtimda. Men sizga bugun maslahat aytmoqchiman. Tarmoqli marketingda insonlarga o'zingiz pul berib olib kirmang. Agar o'zingiz pul berib olib kiradigan bo'lsangiz, u insonda biznes boshlanmaydi. Uning biznesini siz o'ldirgan bo'lasiz. Va aynan ularga sening uchun men ishlab beraman, men turibman, men qila oldim bu narsani, men yordam beraman deb olib kelmang. Negaki u inson o'ziga emas, ya'ni kompaniyaga, mahsulotga, ya'ni sizga ishonib keladi va o'z-o'zidan qarabsizki, bu joyda ozginagina ish o'xshamasa, men senga aytgan edim o'xshamaydi deb. Sen meni majbur qilding yoki sen aytding menga, sen menga yordam beraman degan eding deb u ta'na dashnomlar bilan biznes qila olmaydi. Shuning uchun mening maslahatim, tarmoqli marketingga hech kim uchun pul tikmang. Biznes qilmoqchi bo'lgan odam o'zi pul tikishi kerak va ikkinchi maslahatim, sening uchun men ishlab beraman deb aytmang. Negaki bu biznesda hech kim uchun ishlab bermaydi. Hamma o'zi uchun ishlashi kerak. Va endi menga yoqimli ishtaha. Ko'ksi yaxshi ko'radiganlar bormi? Ko'ksi ichib turasizmi? Men oldin ichmas edim, lekin yaqindan boshlab ichishni boshladim. Toshkentning qayerida issiq ko'ksilarni tayyorlashadi. Men Chilonzorga kelaman doimo. Boshqa joyni bilmayman-da, negaki